Xo'p, demak. Yozmish biologiya Nodirbek Ismoilov ikkinchi qism 5-variantga kelgan edik. Boshladik. Demak, yozmishni masalani o'qib, bir boshdan tahlil qilib ishlashlikni boshlaymiz. Bismillah, Alloh oson qilsin. Demak, bizda odamda rezus omilini belgilaydigan gen va elliptositozni yuzaga chiqaruvchi genlar bitta xromosomada joylashgan bo'lib, ular orasidagi masofa 3 martalarindagi teng. Dominant resessivligini aytmayaptimi? Rezus musbat va elliptositoz yuzaga chiqaruvchi genlar dominant bo'lib, autosom orqali nasldan naslga o'tadi. Demak, hop. RH+ va RH bu musbat. Buni demak nima deymiz? RH- da manfiy deymiz. Hop, plyusimiz bizda dominant belgi. Endi elliptositoz katta E, elliptositoz kichik E sog'lom. Bular o'zaro 3%, demak kirasiga 1%. Gemofiliya va daltonizm kasalligini yuzaga chiqaruvchi genlar esa resessiv bo'lib, jinsiy X xromosomi orqali irsiylanadi. Nima deyapti bu? Orasidagi masofani bermayaptimi? Demak, X kichik H odatdagi tepa kichik D ni beramiz, pastga kichik H ni. Bu daltonik gemofiliya. X katta D katta H sog' elliptositoz bilan kasallangan daltonik rezus musbat gemofiliya bo'yicha sog'lom heterozigota ayol barcha genlarni onasidan olgan. Mana shu joyi biz uchun muhim. Dominant genlarni onasidan olgan. Demak, u bizda ham musbat, ham elliptositoz. Demak, buni mana ki RH+ elliptositoz deya olamiz. Xo'p, sog'lom dedik. Endi daltonik bo'lsin. Ayol daltonik bo'lishligi uchun kichik D'lar bo'lsin. Gemofiliya bo'yicha sog' bo'lsin. Heterozigota bo'lsin. Resessiv. Heterozigota bo'lishligi qandayligini qanday bilamiz unisini? Bu yog'ini bilolmaymiz. Elliptositoz bo'yicha kasal. Barcha dominant genlarni onasidan olgan degani mana bu yer aniq kichik H degani. Sababi otasidan u dominant gen olmagan. Heterozigota o'tib ketib qolyapti ekan-da. Hop. Katta ehtimol bilan mana bunday bo'lgan bo'ladi-da bu. Shunda heterozigota bo'ladimi? Katta kichik E bu holat. Hop, turib tursin-chi. Elliptositoz bilan kasallangan gemofilik rezus manfiy mana gemofilik va daltonizm bo'yicha sog'lom. Gemofilik lekin daltonizm bo'yicha sog'lom erkak. Elliptositoz bilan kasallangan. Buni qandoqligini bilmaymiz. Xo'p. Endi men uni o'chirib turaman. Sababi men mayta shunchaki yozib oldim-ku, qaysi belgi qandayligini bilmaymiz hali. Ularning oilasida elliptositoz bo'yicha sog', ya'ni kichik E'lar tug'ilibdimi? Demak, mana bu yer o'xshamayotgan kichik E bo'lgan ekan. Undan keyin rezus manfiy bola tug'ildi.
RH bo'ldimi? Mana retseptiv bo'larkan. Digeterizgota bo'lmaydi-ku bunda bu. Bo'lmadi. Katta ikkalasida ham bo'ladi-da. Nima bo'ladi? Pastdagi gidrozigota emas, ikkalasi ham katta H bo'ladi. Ha, u bo'lishi mumkin bo'pti. Xo'p. Qoni normal iviydigan, ko'zi normal ko'radigan qiz borligini hisobga olib. Ha, bo'pti. Digeterizgota bo'ldi, bu yog'i normal bo'ldi. Endi nechtalik pinnet bo'ladi bu? 4 ta, 8 tami. 8 yo'q. 4 ta ekan. Mana bittasi nima ekan? 4 ta. Bir katta hash olib qo'ydik-ku buni. Shunday. Xo'p, buchi 2 ta, 2 ta 4 ta. 4 ta. 4 ga 4 pinnet ekan, yaxshi. 16 talik. 16 talik chiqadi. Yaxshi, buni chizsa bo'ladi. Demak, pinnetni yozish vaqti oladi bor-ku doim. 1, 2, 3. 4 ta bo'ldimi hozir? Xo'p, endi bu yerga gametalarini olsak. Xo'p, mana shunchadan joy ajratib turaverchi. 16 talik pinnetga. Katta chiziq bilan. Bo'ldi. Demak, bizda 16 talik pinnetimiz to'ldi. Va chizildi. To'ldi demakki, chizildi. Xo'p, endi gametalarni joylasam. Xo'p. Buni gametasini joylasam. RH plus katta E bilan RH kichik E bilan plus kichik E bilan kichik RH katta E bilan. Demak, bu ikkovi 3% dan bo'lsa 1,5%, 23,5 dan bo'ladimi? Hop. X kichikda katta H. X kichikda katta H. X kichikda katta H. Mana bu holat bo'ldi. Endi buni gametasini yozsam. Sakkiz bo'lmaydimi buni gametasi? Yo'q. RH E bilan X D kichik H, RH E bilan Y, RH kichik E bilan X D H, RH E bilan Y. Demak, bularning foizini 25% dan deyaveramiz. 25% dan deyaveramiz. Xo'p, bizga birinchi o'rinda musbat bo'lgan joylarni musbat deb chiqsam.
belgilanishida. Mana bu plyus bor joylarning hammasi musbat. Xo'p, bu ham musbat. Qolgan joylar, demak nima u? Manfiy. Xo'p. Endi keyingi belgimiz katta E bor joylarni elliptositoz desam. Elliptositoz, 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 bu ikkovi elliptositoz, elliptositoz, elliptositoz va yana elliptositoz. Bo'ldi. Boshqa elliptositoz qolmadimi? Yo'q. Mana bu o'rta. Sog'lom. 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 Endi keyingi belgi pastga daltonizm bo'yicha belgini qorada yozsam. Katta D bo'lsa sog'lom. Sog'lom, sog'lom, sog'lom. Hop, mana bu yer ham sog'lom. Yana sog'lom, sog'lom, sog'lom. Qolgan hammasi ham daltonik. Daltonik. Endi gemofiliya bo'lganlari. Gemofiliya bo'yicha sog'lom. Buni qaysi rangda? Qizilda ajoyib qondiki bu. Sog'lom, sog'lom, sog'lom. Sog'lom deymiz. Buni ham. Qisqasi hammasi sog'lom ekanda. Yozib o'tirishlik shart emas. Ustoz, o'shda foiz 48.5% dan tegadi. Men 25 dan ayirib qo'ydimmi? Xo'p, 48.5 ni 1/4 ga bo'lib yuboraylik. Buni 2/125. 125. Xo'p, 1,5 ni 4 ga bo'lsak. 0.375. Menimcha bo'ldi shekilli. Endi savollariga o'tsak bo'lsa kerak. Demak, bizdan so'ragan narsasi elliptositoz bo'lsin. Qoni normal ivisin u hammasida, hop. Musbat bo'lsin, elliptositoz bo'lsin, daltonik bo'lsin. Demak, musbat elliptositozlar hop, daltonik bo'lsin. Musbat daltonik. Mana musbat daltonik. Musbat daltonik. Hop, musbat daltonik. Mana. Pasti ham shunaqa. Hazlashdim. Pas minus ekan. Pas minus ekan. Mana tepadagini ham olmaymiz ekan. Shunda bizda demak 12,5 12,125 12,125 bu 0,375 0,375 ni qo'shsak 12,125 ga 15 10 20,625. Javobi qanaqa ekan kitobda? Xuddi shunaqa. Mana shu ishlanishi aqsin. Birisi. Oilada elliptositoz bo'yicha sog' rezus manfiy ko'zi normal ko'radigan. Demak, bizga mana bunday kerak. Minus elliptositoz bo'yicha sog' daltonizm bo'yicha ham sog'. Minus sog'. Mana. Bu ham 12,125. Minus
Minus sog' yana qayerda bor u? Bo'ldi ekan, boshqa yo'q ekan. 12,25%. S. Masala shartida keltirilgan qiz farzand barcha belgi bo'yicha resessiv gamozigota yigitga turmushga chiqsa, ushbu oilada ko'zi normal ko'radigan gemofillik farzand necha foizni tashkil etadi? Masala sharti bo'yicha berilgan qiz qanaqa edi? Elliptostoz bo'yicha sog', rezus manfiy, normal iviydigan, ko'zi normal ko'radigan qiz. Rezus manfiy, elliptostoz bo'yicha sog', keyin qanaqa edi u? Qoni normal ivisini katta hashlar bilan ko'zi normal ko'rsin. Katta hash kichikdi. Oho, demak, mana bunday bo'ladi. Katta hash kichikdadan enani oladi. Kattada kichik hashni otasidan oladi. Mana shunda ko'zi normal ko'radi, qoni normal iviydi. Xo'p. Qiz farzand barcha belgilari bo'yicha resessiv gamozigota yigitga. Yigitga turmushga chiqsa, ushbu oilada ko'zi normal ko'radigan gemofillik farzandlar necha foizni tashkil qiladi? Buni hisoblab bo'lmaydi. Ko'zi normal ko'radigan gemofillik farzand. Javob necha ekan? 50 mikan? 50%. Ha, 50% bo'lsa bo'laveradi. Xo'p, buni olsak. Bu daltonik sog'. Bu bilan kelsa daltonik sog' bu ham. Endi bu bilan bu keladigan bo'lsa sog' gemofillik sog' gemofillik, ya'ni nechta bo'lyapti? 2/4. Yuzaga ko'paytirib qo'ysak 16 foiz. Savollar bormi?